Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga Aleksandr Belyayevning Kits yulduzi asaridan parcha havola etaman. Oyga uchishni, yulduzlarni yaqindan tomosha qilish orzu qilmagan inson yo'q. Bu istakni fantastik yozuvchi Aleksandr Belyayev Kits yulduzi asari orqali amalga oshirishga yordam beradi. U o'z qahramonlari Kits yulduzlarda ilmiy ishlarni olib borayotgan olimlar bilan birga kitobxonni samoviy sayohatga chorlaydi. Yerning sun'iy yo'ldoshi Kitsda hayvonlarning fikrlab gapirishi, o'simliklarning urmalashi, shuningdek oyning bizga ko'rinmaydigan tomondagi tubsiz jarliklarda sodir bo'layotgan sir-sanoatlar, undan kam qiziqarlisi oyning ikkiga ajralib ketishi haqidagi farazlarga asos bo'layotgan hodisalar har qanday odamning aqlini shoshiradi, hayratini oshiradi, qo'rquvini kuchaytiradi. Mazkur asar tasavvurni kengaytirib, xayoliy manzaralarni uyg'otibgina qolmay, muhabbatning nimalarga qodirligini ham ko'rsatadi. Aziz kitobxonlar, Aleksandr Belyayevning Kits yulduzi asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.